hozirgina ijtimoiy tarmoqlarga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'atkor Samandar Hamroqulov haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Samandar Hamroqulov muxlislariga xonanda, rejissyor va aktyor sifatida yaxshi tanish. Bu yil 47 yoshni qarshilagan ijodkor shu kungacha ko'plab qiyinchiliklarni boshdan kechirgan. Unga san'atda o'z o'rnini topish oson kechgan emas. Quyidagi maqolani o'qib buning sabablarini bilishingiz mumkin. Dadang avariyada o'ldi. Samandar Hamroqulov 1978-yilning 23-dekabr kuni mashhur qiziqchi Rustam Hamroqulov oilasida dunyoga kelgan. Uning Iskandar ismli akasi va Sevara ismli singlisi bor. Otasi mashhur qiziqchi, onasi esa filolog bo'lgan. Farzandlarining bari bolalikdan san'atga mehr qo'ygan. Ammo otasining erta vafoti sabab oila ko'plab qiyin kunlarni boshdan kechirgan. Rustam akam avliyostod, ertangi kunning oldidan ko'ra biladigan inson bo'lgan ekan. Farzandlarimiz ulg'ayib qolgach, Namangandan qurilish ishlarini boshlagandik. Rustam aka o'limidan bir hafta oldin rosa shoshib qolgani, hazil tariqasida vasiyat qilganini eslasam, xotin orqamdan qol, mendan keyin turmush qurmagin degandi. Farzandlarimizning kelajagi yorug' bo'lishini istasang, seni yuzaga olib chiqadi, deb bir necha bor takrorladi. Bor sarmoyasini to'plab Namanganga qurilish mollarini olib ketayotganda yo'lini to'xtatdim. Uni tezroq bitirish kerak. Ha demay qish boshlanadi. Bolalar ham ulg'ayib qoldi, deya qo'yarda qo'ymay 30-sentyabr kuni yo'lga otlandi. Bu turmush o'rtog'im bilan so'nggi uchrashuvimiz bo'ldi. Qaytishiga tayyorlab qo'ygan ko'k loviyali osh yeyish ham uni kishiga nasib etmadi. 1-oktyabr kuni tun yarmidan qo'ng'iroq qilib yuk mashinasi halokatga uchragani va Rustam Hamroqulov olamdan o'tganini aytishdi, deydi marhum qizning ayoli Mavluda Hamroqulova. Otang o'lib kunlarning buxankaga qoldimi? Rustam Hamroqulovning fojiali o'limi tillarda doston bo'ldi. 3 bola bilan beva qolgan Mavluda Hamroqulova farzandlarini tarbiyalash bilan birga ro'zg'or yukini ham tortish oson emasdi. Samandar Hamroqulov otasining dushmanlari qo'ng'iroq qilgach onasining ko'z yoshini to'kkani haqida gapirdi. 1989-yili do'konlarda mahsulotlar kam, odamlar nonni ham navbat turib oladigan paytlar edi. Moddiy jihatdan qiynalib qolganmiz. Onam bildirmaslikka harakat qildi-da, uning ezilayotganini his qilardim. Bir kuni non olib kelish uchun do'konga ketganman. Bir necha soat navbatda turib qolib ketganman. Singlim uyda edi. Telefon jiringlabdi. Gadoning dushmani gado bo'ladi, deyishganidek dadamni yoqtirmaydiganlar ham bor edi. Bir kishi qo'ng'iroq qilgan. Singlim go'shakni ko'tarib, hech kim yo'q, akam buxanka olgani ketdi degan. U odam kulib, otang o'lib kunlaring buxankaga qoldimi deb go'shakni qo'yibdi. Shu orada oyim kelgan. Singlim qo'ng'iroq qilgan odamning gaplarini aytib bergan. Nonni olib uyga kelsam, onam yig'lab o'tiribdi. Chunki biz farzandlar muhabbatdan tug'ilgan edi. Dadam va onamning munosabatlari hamisha iliq bo'lgan. Onam yig'lab, bevaning ustidan kulishmasin, Xudoyim ularni ham shu bilan sinasin degandi. Mana shu manzara haligacha ko'z oldimdan ketmaydi, deydi Samandar Hamroqulov. Onamni yig'latganman. Samandar Hamroqulov ilk bor to'yga chiqqani va daromadidan onasini quvontirgani haqida gapirdi. Otamning o'limidan keyin muxlislari Alisher amakini to'ylariga aytishdi. Boshlaganda onam ikkimiz buvimning uyiga kelganmiz. Shunda kelinoyim Xitoy xalatini olib chiqib,
egniga ilib ko'rsatgandi. Onam quvonib qarab turdi. Uning ko'zlaridan qaniydi mening ham turmush o'rtog'im hayot bo'lganda menga ham olib berardi degan ma'noni o'qidim. To'g'ri, yosh bolaman, ammo albatta shunday xalatdan olib beraman deb niyat qildim. Shu orada amakim kelib, "Yur, seni ham to'yga olib boraymi?" dedi. "Jon" deb rozi bo'ldim. Amakim to'yda boshlovchilik qilar, men esa chetdan uni kuzatardim. Bir kishi amakimdan "Kim bu bola?" deb so'radi. Rustam Hamroqulovning o'g'li ekanligimni eshitganidan quvonib bag'riga bosdi. "Sen ham qiziqchilikka qiziqasanmi? Bu narsa aytib berasanmi?" dedim. Men juda ko'p she'r bilardim. Qiziqchilarning ham kasetasini ko'p eshitardim. Sahnaga chiqib bor mahoratimni ko'rsatdim. Menga 50 rublcha pul qistirishdi. Quvonib to'ydan keyin kelinoyimdan Xitoy xalatni sotishni so'raganman va o'sha kuni uni onamga olib berganman. Onamning o'sha paytdagi quvonchini so'z bilan ifodalay olmayman, deydi Samandar Hamroqulov. Qishda masjid yonida konfet sotganman. 1996-yilda Toshkent davlat san'at institutiga o'qishga kirdim. O'sha yillar juda mashaqqatli edi. Hayit namozi kunlari yotoqxona orqasida yashaydigan bir yigit "Xo'roz qand sotasizlarmi?" deb so'radi. Pul topish ilinjida rozilik bildirdik. "Mana sizlarga konfet. 3 so'mdan sotasizmi, 6 so'mdan sotasizmi? Menga 3 so'mdan kassa qilasizlar" dedi. Sovuq qish kuni Rakat masjidi oldida xo'roz qand sotdik. Suyagimizdan sovuq o'tib qattiq shamolladim. Hali hanuz o'sha shamollashning asorati bor. Sal shamollasam anginam shishadi. Talabalik paytlarimdagi eng qiyin damlardan biri shu kun bo'lsa kerak. Topgan foydani yo sog'liqqa, yo ro'zg'orga ishlatishimga to'g'ri keldi. Talabachilik bo'lgani uchun ro'zg'orga ishlatganman deya eslaydi Samandar. Sevgi fazosining yaratilish tarixi. Samandar Hamroqulovga Sevgi fazosi qo'shig'i 2002-yilda yil yangiligi, 2004-yilda esa yil qo'shiqchisi unvonlarini olib kelgan. Ammo qo'shiqning yo'li oson bo'lmagan. Sevgi fazosida degan ifoda adabiyotda mavjud emasligi sababli badiiy kengashdan o'tishi qiyin kechgan. Faqatgina bu so'z majoiy ma'noda ishlatilganini isbotlab bergach, kengash qo'shiqni tasdiqlagan. Sevgi fazosi she'ri Valijon Shamsiyevning maktabda 8-sinfda o'qib yurgan kezlarimda yozgan ekan. O'qishimizdagi sport zalda Ali degan kursdoshim gitara chalib o'tirganida ko'rib unga "Seni sevdim" degan she'rni o'qib bergan. She'r Aliga yoqib qolib unga musiqa bastalagan. Bir kuni darsda o'qituvchisi chiqib ketganida Ali qoraqalpoq tilida yozgan yangi qo'shiqni ijro etib berdi. Hammaga yoqqandi, ammo naqoratga kelganda to'xtab qoldi. O'shanda yuragim jiz etgandi. Mening ashulam bu dedim. O'zimga o'zim Alining ijrosida ham bu qo'shiq zo'r chiqardi. Undan qo'shiqni menga sotishini so'raganimda $200 so'radi. Men hali u vaqtlar $50 ham qo'limga ushlab ko'rmagan edim. Talabaman. Buncha pulni qayerdan olaman deb sotib ololmadim. Keyin u qo'shig'ini boshqalarga sotdi. 1-2 kishi aytib chiqdi, lekin ularning ijrosi bu qadar ommalashmagan edi. Vaqt o'tganidan so'ng Alining qo'shiqlari o'zi telefon qilib "Ashulamni olasanmi?" dedi. $50 ga sotsa olishim mumkinligini aytdim va u rozi bo'ldi. Shu kuni tanishlarimdan qarz olib $8 topdim va Aliga olib bordim. U qo'shiq yozilgan kasetani menga berdi. Kasetani olib studiyaga bastakorga topshirdim. Qo'shiq yozganman, deydi Samandar Hamroqulov. Sevgi fazosiga ulangan muhabbat sinovlari. Samandar Hamroqulov Harobiy nomidagi 2-maktabda o'qib yurgan kezlarida ustoz san'atkorlarning qo'shiqlarini xirgoyi qilishni boshlaydi. Maktabdan so'ng Toshkent davlat san'at institutining musiqali drama fakultetini tamomlaydi. Samandarning ilk ijrosi
sevgi fazosi qo'shig'i hit darajasiga yetdi. So'ng Asalim go'zalim, Samandar tangosi hamda 2002-yilda suratga olingan Rustam Sa'diyevning Maktab sinovlari filmi ishlangan Sen o'zing saundtrekda juda ham ommalashib, hit taronaga darajasiga yetdi. Rustam Sa'diyev talabalik paytlarimizda Yulduz Usmonovaning Muhabbatjon qo'shig'iga klip suratga olmoqchi bo'lib, institutga keldi. Bosh rollarga meni Ilmira Rahimjonova va Dilshodbek Kattabekovning talabi oldi. Ssenariy tayyor bo'lgandan keyin Yulduz Usmonovaga ko'rsatishga olib bordik. Ssenariyni o'qigan Yulduz Usmonova: Rustam, buni kino qilib qo'yibsiz-ku. Siz buni kino qilib oling dedilar. Rustam aka, men hech qachon kino olmaganman dedi-da. Rustam, qachongacha klip ishlab yurasiz? Kino ham oling. Faqat harakat qiling dedi Yulduz Usmonova. Shu bilan Muhabbatjon klipiga yozilgan ssenariy asosida Muhabbat sinovlari filmi suratga olindi deydi Samandar Hamroqulov. Samandar Hamroqulov marhum aktrisa Gavhar Sharipova bilan sevgisi onasi rozi bo'lmagani uchun unga uylana olmagani, uni hozirgacha namozlarni duo qilishini haqida gapirdi. U paytda juda yosh bo'lganman, oxirini o'ylamay ish qilardim. Yashirmayman, u yoshda inson aqlga emas, nafsga quloq solarkan. Uni yaxshi ko'rardim, ko'nglim bor edi. U rus maktabida o'qigan, zamonaviy kiyinadigan qiz edi. Ko'ngil berganim uchun uni onamga ko'rsatdim. Onamga ma'qul kelmagan bo'lsa ham u bilan ajrashishimiz juda qiyin bo'ldi. Keyinchalik men juda asabiy bo'lib qoldim. U bilan juda ko'p urushardik. Uning ham o'ziga yarasha fe'l-atvori bor edi. Uncha-muncha narsadan qaytmasdi, lekin men ko'p kechirim so'radim, chunki uni men ko'proq xafa qilardim. Keyinchalik u ham men ham qilib oila qurdik. Shundan so'ng konsert yoki to'y xizmatlariga borsam, u boshchilik bo'lib ishlayotgan ko'rib qolardim. Meni ko'rsa bekinib olardi. Bilardimki, u mendan qattiq xafa. Ali Niyozmetov ham menga aytdi. Bir joyda ko'rdim, sal boshqacharoq bo'lib qolibdi. Shu qizdan o'zingni so'rab, oradan ochiq qilib olgin. U qiz bilan hammasini gaplashib olganman. Baribir o'zimni aybdor his qilaman. U olamdan o'tgandan men juda qiynaldim. Namozlarimda uning haqqiga duo qilaman. Yaxshi qiz edi. O'z xarakteriga ega bo'lgan chiroyli, aqlli qiz edi. Yozadigan she'rlari odamni yig'latardi. Dunyoqarashi keng edi. Har qancha sevishga arziydigan qiz edi. Ikkalamiz ham o'zimizga yarasha xatolarimiz bo'ldi. Lekin aksariyat xato menda bo'lgan deyman. Kurashishim kerak bo'lganda narsalar bor edi, ammo men kurashmadim. Menimcha qo'rqoqlik qildim. Xatom shu deb bilaman deganda Samandar Hamroqulov. Samandar Hamroqulov 2007-yilning 10-avgust sanasida Dilnazaxon bilan turmush qurgan. Ammo xotinni hayot uzoq vaqt sinadi. Ular farzandli bo'lishni 15 yil kutishdi. Farzand asrab olish haqida ham doim o'ylaymiz. Haligacha bor-ku bu fikr, lekin uning ham o'ziga yarasha qonun-qoidalar bor ekan. Asrab olgan farzandingiz o'g'il, o'zingizniki qiz bo'lsa, deylik, ular boshqa xonalarda uxlashi kerak ekan. Chunki asrab olingan farzandingiz o'zingiznikiga nomahram hisoblanar ekan. Bu haqda Shayx hazratlarining kitoblarida keltirilgan. Boshqa ayol bilan ham oila qurish haqida aytishgan. Ammo men mehrimni ikkiga bo'la olmayman. Ayolimni yaxshi ko'raman. Ikkinchi ayolga uylanganimda nafaqat uni moddiy tomondan ta'minlash kerak, balki unga ham mehr berish kerak. Adolatni ta'minlash qiyin bo'ladi. Men ikki ayolni birdek yaxshi ko'ra olmayman, degandi Samandar Hamroqulov. Alloh taolo bizga qiz farzand berdi. Ismlarini Maryam deb qo'ydik. Alloh sabr qilgan odamning duosini ijobatsiz qoldirmas ekan. Inson sabrli bo'lishi kerak ekan, ammo yaxshiliklar sabr qilgan insonga berilar ekan. Bu yaxshilikni hech qayerda ovoza qilishni istamadim. Ko'z nazar degan narsa bor. 15 yil avval farzand bo'lib
oxirigacha rivojlanmay nobud bo'lib qolgan paytida ham ichimdan ertaroq xursand bo'lib to'ydimmikan degan oy o'tgan. Yangilik bormi deb so'rashsa, tanishlarimga xursand bo'lib, ha, mana buncha haftalik bo'ldi, bunchalik bo'ldi deb aytganman. Shuning uchun ko'z tegdimikan deb o'ylab qolaman, deydi Samandar Hamroqulov. Samandar Hamroqulov aktyor va xonanda sifatida tanilgan bo'lsa-da, u keyingi paytlarda asosan boshlovchi sifatida faoliyat yuritmoqda. U Instagram tarmog'iga qizi Maryamxon bilan sayr qilgani haqidagi videolarni joylaydi. Ishdan bo'sh vaqtlarda esa yoshlarga shoumenlik bo'yicha ustozlik ham qiladi, deyiladi xabarda. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizlarga doimo eng so'nggilarini namoyish etib boramiz.